Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Kirpich, peska blok, tom yopish kerak, shu og'ish, cho'rni ishlar bo'lsa, mana shu boshidagi nomerlarga baylanishga chiqarilgan. 4 kundan keyin baldor bitta gruppa bo'sh, ikkita gruppa bo'shaydi. 4 kundan keyin. Keyinchalik chiqib olib turib bo'shaydi dedingiz, devegilar do'stlar. Bizga kunda shu cho'rni ish qilish kerak. Agrajden to'sish kerak deganlar chiqadi-da. O'shalar ustalar olib ketishi mumkin. O'shuning uchun kech qolganlar bo'lsa, sizlardan uzr so'rab qo'yam. Aytdingiz devegilar do'stlar. Shu vaqt qilargan, stashga qo'yargan, g'ishirargan, peska blogerlarning tom yaparganlar ikkita gruppa 4 kundan keyin bo'shaydi do'stlar. 4 kundan keyin. Boshidagi nomerga bemalol baylanishga chiqaverganlar do'stlar. Baylanishga chiqsanglar boramiz ko'ramiz peska bloklarni, g'ishtarni, pishiqish va loyborni urlavi qanday qilinadi. Borib ustidagi urqilaymiz do'stlar. Beton qo'yavi. O'shunday do'stlar. Sezma po'spas ko'proq ellar balka tashlayapti. Balka tashlab bo'lgandan keyin oradan 5-6 oy o'tgandan keyin shuni stashga qo'yib yuborsa bu sezma po'st qo'yib yuborsa bo'lmaydi. Beton qo'yib yuborsa bo'lmaydi. Tagiga apalibga qo'yib. Bo'lmaydi do'stlar. Iloji boricha shu tashlama tashlayotganda bo'lsam qimillaydigan bo'lib qoladi. Bo'lsam bittasini tepada, bittasini pastda qilib, mashina qilib tashlaginglar do'stlar. Mo tepadagi pol tashlasa, o'shunda patolog qimillaydi. Agar bunday bo'lib bittadan tashlab qolsa, biri pastda, biri tepada bo'lsa, mon depsaganda patolog ham qimillaydi. Keyin trishina buyurib beradi. O'shuning uchun ikkita balkani yonma-yon tashlaginglar. Bittasini teparoqqa, bittasini pastroqqa. Mon depsaganda tepada patolog pol qilinadi-da. Depsaganda patolog qimillaydi. Agar monisi yo'q bo'lib, moni o'zi bo'ladigan bo'lsa, tepaga pol, tagiga patolog bo'lsa, bu pol depsaganda patologning ham qimillaydi. Shuning uchun birini tepada, birini pastda qilib balka tashlab ketginglar. Tashlama tashlaganda, do'stlar. Mana unga patolog qo'yiladi, menga pol qo'yiladi. Men qimillasa ham patolog qimillaydi, do'stlar. O'shunday qilib qildirg'lar, do'stlar. Ko'pchilik bittadan tashlab qo'yadi. Tomga chiqib 2 etaj bo'lsa-da, misol 2 etaj bo'lsa. Mo polni depsaganda patolog ham qimillaydi. Mo ham qanchadir miqdorda bunday bo'lib qimillaydi. Shunda patologning yer trishina beradi, yorilib ketadi do'stlar. Aboy yopishtirsanglar patologga, aboylar qo'yib beradi. O'shuning uchun mana shunday qilib tashlaginglar. O'zingizlar uyingizga qizg'anmasdan tashlaginglar. Bittan tashladinglarmi? Sal pastroqdan tumaloq qilib qo'yib, bunday kirgizib turib, bu yog'ini ham kirgizib, mana shunday qilib tashlasanglar, mon depsasa ham patolog qimillaydi do'stlar. Alo do'stlar. Ustalar